ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chadagilarga gapiriladi, uyga bori gapiriladi. Ko'chadagilarga topib gapiramiz, uydagilarga nima qilamiz? Borini gapiramiz. To'g'rimi? Yana ikkinchi, ukalar deyman. Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishning ulug'ligini belgisi emas. Aksincha bu, uni teskarisini belgisi. Ko'chadagilarga qilib ko'ring, bunaqa qilg'ingizni kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz, chunki ko'taradi-da, uzdachi bera olmaydi-da, zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydi-da. Shuning uchun agar uyingizdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliyjanob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytibdilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi.